Rossiyada OMONchilar O'zbekiston muhojirni kaltaklab o'ldirdi. Burgut manbasiga ko'ra, voqea Xabarovskda 12-dekabr kunida sodir bo'lgan. Kuch ishlatar tizim vakillari hech bir sababsiz kafega bostirib kirgan va u yerdagi o'zbekistonliklarni ushlab, ularni hech bir sababsiz ayovsiz kaltaklangani yozilyapti. Natijada ikki fuqaro boshidan jiddiy jarohat olib, komaga tushib qolgan. Ularning qo'l-oyoqlari sindirib tashlangani aytilmoqda. Komada tushganlarning biri bir necha kundan keyin halok bo'lgan. Aytishlaricha, jasadning hozircha O'zbekistonga qaytarib olib keltirilmagani ham. Yana bir o'zbekistonlik esa o'ta og'ir ahvolda shifoxonada qolgani aytilmoqda. Elchixonadan rasmiy izoh kutib qolamiz bu to'g'risida. Shu o'rinda fuqarolarimizga aytib o'tamanki, tavsiya, mabodo ish joyingizda, qayerda, poliyada, skladda, sexda, ko'chada, stroykada bo'ladimi, amon Rosgvardiya tekshirish kelganda, reyd bo'lib turganda qochmang. Tutsalar mana shunaqa yomon vasiyatlarga, og'ir ahvolga tushib qolishingiz mumkin. Bundan tashqari, bilasizlar, shu saf tortib turish kerak bo'ladi. O'sha ko'plab videolardan ko'rib turibsizlar. Ammo Rosgvardiya o'sha kuchli tizim bo'lishidan qat'iy nazar, politsiya xodimlari komanda berdimi, qanaqa qilib turish kerak? Saf tortib turinglar. Gap qaytarib, yo bo'lmasam safdan chiqib ketib, boshqa narsa qilish mumkin emas. Aks holda bu tizim shunaqa, shu hozir aytib o'tgan yuqoridagi insonlarimiz kabi siz ham jabr ko'rishingiz mumkin. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Buyurgan fuqaromizni oilasiga hamdardlik bildiramiz.